do'stlar. Anchadan beri video qo'ymay ketdik. Hozir Letbekda kumushga o'tishga 99% ekan, 1% qolibdi. Kelingizda birgalikda shuni o'tkazib qo'yamizda. Ham pul ko'paytirish, ham taktika level ko'tarish o'rganib olamiz. Faqat sabr bilan ishlash kerak. Azobga berilmaslik kerak. Azobga berilsangiz borni ham yo'qotib qo'yasiz. O'shaning uchun o'zingizga kerakli har bosganingizda sifralar bitta tepaga siljaydigan, daromad keltiradigan sifralarga qo'yib olamiz. Hamma o'zini balansidan kelib chiqib, mana shunday qizilga kelganda hamma pulingizni tikib yubormang. Birda ham 3 martagacha bermasligi mumkin. Tushuntirib oldimmi? O'shaning uchun o'sha yetkazilgan pulni qoplasa bo'ldi. Tamam, shu bilan tugatish kerak. Shuning uchun e'tibor bilan o'ynash kerak. Shoshilmaslik kerak. Bir kunda 3-4 marotaba balansingizdan kelib chiqib har kirganingizda bir ko'tarib qo'ysangiz, o'sha siz uchun katta yutuq. Yig'ilib katta summa bo'lishi aniq. Shoshilmaslik kerak. Mana ko'rdingiz, o'zi 2 marta yutqazish beryapti. Endi 3-martasiga tavakkal qilaman. Mayli yo'qotsam ham levelim ko'tarilsa bo'ldi. Besh edik, ko'rdingizmi? Pastga tushib ketdik o'zi. Chunki ular faqat yutishni xohlashadi, siz ham yutishni xohlashasiz. O'shaning uchun shoshilmaslik kerak. Mana shunday tarzda o'yin davom etadi. Video cho'zilib ketyapti-yu. 5 ga yetkazib qo'yaylik. Keyin menimcha levelimizdan oshsa kerak. 5 ga yetkazsa. Yulduzlarga to'ldi osmon, sochar yana kumush nurlari. O'zim ko'p o'ynadim, o'shaning uchun qizilga ko'p beryapti. Kerakmas menga sensiz oqshomning bu go'zalliklari. Bo'ldi, mana 5 ga yetdik. Ko'ramiz hozir. U mana
maqsadimizga yetibmiz. Endi qarang, mana shu joyiga hali 35 daqiqa bor ekan. Mana shu daqiqa tugaganda 2x ga mana shu kumushdagi 2x ga ko'paytirib beradi. Mana shuni 6000 qilib beradi. 1 sutkani 2 sutka davomida. Ancha so'mma bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.